Mana shu 1 riyol 4 ming so'm bilan Madina shahridan nimalar xarid qilsa bo'ladi? Hozir sizlarga ajoyib manfaatli video ko'rsataman. Mana shu 309-darvozadan chiqasizlar va to'g'riga qarab yurasizlar. 309-darvozadan chiqib, to'g'riga yurasizlar va mana shu joyda Hayaq Plaza mehmonxonasi chiqadi. Hayaq Plaza mehmonxonasi shundoq pasida mana to'g'rida ikkinchi do'konga kirasizlar. Do'konni qaranglar, hamma narsa bor. Bu do'konda o'zbek so'mida ham, dollarda ham, lirada ham, riyolda ham hamma narsada savdo qilishadi. Plastik kartalar bo'lsa ham bemalol o'tadi. 1 riyaldan ham arzonga tushar ekan donasi. Mana shu 15 tasi 10 riyal ekan. 1 riyaldan ham arzonga tushadi. Misvoqlar zo'r. Mana bu mushkambarlar 10 riyal ekan. Donasi 1 riyaldan ham arzonga tushadi. 12 ta bor. Xohlasanglar donalab ham berishadi. Ayollar yaxshi ko'rib xarid qiladigan mana bu surmalar Madinaniki 6 tasi 5 riyoldan ekan. 1 riyaldan ham arzonga tushadi. Bog'iga zo'r narsa topib qo'ydim-ku. 36 ta narsa, mana shuni har biri yarim riyoldan tushadi. Qayerda bor bunaqangi narxlar? Sovg'aga olib uydagilarni xursand qilish uchun juda ham zo'r narsa. Mana bular 1 riyoldan ekan, juda ham zo'r, ha. Xo'p, mana bu 12 tasi 10 riyol ekan, 1 riyoldan ham arzonga tushadi. Voy, qayerda bor bunaqangi arzon narxlar? 400-500 dollarlab sovg'a olmasdan mana shu do'konga kelsanglar, pulinglarni ancha tejab qolasizlar. Biz hamma narxlar bilan tanishtirsam, video juda ham uzun bo'lib ketib qoladi. Qaranglar bu yoqda tasbihlarni qaranglar, xilma-xil. Mana bu do'ppilarni qaranglar, xilma-xil, tarozi ham bor, har xil joy namozlar bor. Ravzani joy namozlari ham bor, mana ki. Tapchka deysizlarmi? Mana bu yoqda mushkambarlar deysizlarmi? Mana bunaqa tasbihlar deysizlarmi? Xullas taqinchoqlar, xullas hamma narsa bor. O'yinchoqlar ham bor. Bu yoqda mana bunaqangi atirlar bor. Voy, mana bu soatlar bor, 10 riyoldan boshlanar ekan. Soatni qaranglar, xohlasanglar original Al-Fajr soatlari ham bor, mushkambarlar. Bu yoqda kumush taqinchoqlar bor, kumush tasbih. Bu arzon qilib berasiz, ha? Kelasizlar, shu videoni ko'rsatasizlar, Ravshan Odil deysizlar, yana ham pulidan arzon qilib o'tib beradilar. Mana bu yoqda qaranglar, suvenirlar bor, har xil narsa bor. Ko'rgan narsalarning hammasini eng arzon narxda qilib berishadi. Madinada, Makkada, Saudiyada nima kerak bo'lsa, har qanday narsani mana shu joydan sizlarga eng arzon narxda topib berishadi. Shu videoga bitta like bosib qo'yinglar, videoni yo'qotmaslik uchun saqlanib qo'yinglar.